Siz bu yerda balkim 1 soatdan ortiq yashay olmasligingiz mumkin. Bu yer dal insonlar o'limga eng yaqin joy deb qaraydigan Sahroyi Kabir qumliqi. Undaqda Sahroyi Kabir qumliqi nemishqa o'limga eng yaqin joy deb qaraladi. Bu joyda insonlardan boshqa jonliqlar yashay olmaydi. Jo'g'rafiya o'qib baqqan hammamiz bilamiz. Sahroyi Kabir qumliqi Afrikaning shimoliy qismiga joylashgan 9 million kvadrat kilometr doiraga ega, necha davlatni besib o'tadigan dunyodagi eng cho'ng qumliq. Havosi intayin issiq va o'lig'im miqdori tuvan bo'lg'achqa bu joyning yozdagi yer yuzi temperaturasi hatto 80 selsiya gradusga yetadi. Keng ketgan qumliq va ichilmagan sirlar intayin ko'p rayonning birisi bo'lish sifati bilan bu joy nurg'unlagan tavakkulchilarni va tekshiruvchilarni o'ziga qattiq jalb qilgan. Tekshiruvchilar kelgandan keyin tekshirish orqali bu joydagi ba'zi sirlarni yechib chiqqandan boshqa odamni hayron qoldiradigan bir necha hayvonning bu joyda intayin normal yashay oladiganligini bayqagan. Undaqda bu havosi intayin qurg'oq va issiq joyda yashaydigan hayvonlar zoti qanday hayvonlardir? Qani biz birlikda ko'rib boqaylik. Birinchi, uzun quloqli tulki. Uzun quloqli tulki hozirgi saqlanib qolgan badan shakli eng kichik bo'lgan it oilasidik hayvon. Uning eng uzunligi aran 40 sm keladi. Bu muhiti nachar Sahroyi Kabirda ular faqat qilin bo'lgan tuklariga tayanib yashaydi. Chunki ularning tuki kunduzi nur qaytirish rolini o'ynaydi. Kechida bo'lsa issiqlik saqlay oladi. Uning ustiga bu hayvon oziqlik tanlamaydi. Qurut qo'ng'iz hammasini yeydi. Shunlashqa uning bu joyda yashab kelalishi ajablanarli emas. Ikkinchisi, odam o'ltirguchi zaharlik chayon. Chayon desa maqchan qumliqda chayon degan jiqqo buning digidek nimasi bor deyishinglar mumkin. Ammo bu chayonning zahri intayin kuchli bo'lib, dunyodagi chayonlar ichida zahri eng kuchli chayon deb qaraladi. Hatto u dunyodagi zaharlik jonliqlar ichida 5-o'ringa tizilgan. Eng odamni hayron qoldiradigan yeri uning zahar suyuqligining ba'zi intayin qimmat. Odatdagi bir kichik botilkasini 39 million Amerika dollariga sotqani bo'ladi. Chunki uning zahri meditsinada nihoyat yaxshi ishlatilamish. Uchinchisi, Jon Kaslanchuk. Jon Kaslanchuk bo'lsa Sahroyi Kabir qumliqining doimlik nobisining birisi. Uning eng uzuni 1 metrga yetadi. Mijozi intayin nachar bo'lib, hujum qilish xarakteri intayin kuchli. U odatda tahdid his qilsa, dumbisini ko'ptirib turib g'alati ovoz chiqarib dushmanga uchirib berdi. Agar qumliqdagi zahri eng kuchli yilonga uchrab qolsa-mu, u asla qo'rqmaydi. Chunki uning badanida yilonning zahriga qarshi tura oladigan immunitet sistemasi bor. To'rtinchisi, qumliqdagi timsoh Nil timsohi. Afrikadagi eng cho'ng timsoh bo'lish sifati bilan Nil timsohining eng uzunining uzunligi 5,5 metrga yetadi. Tishlash kuchi intayin kuchli, hatto begemotni tishlab o'ltira oladi. Garchi hujum qilish kuchi intayin kuchli bo'lsa-mu, ammo surti bakli osti. Odatda shu qumliq rayonidagi daryolarda yashaydi. Uning mushu oziqlik kamchil bo'lgan rayonda yashashlik asosli taktikasi bo'lsa, u 1 yilda faqat bir tal bo'kan oziqlik qilsa, 1 yil bir nim yemay chiday oladi. 5-si, qumliq bo'kini. Ularning badan shakli intayin kichik, ammo inkasi va sur'ati intayin chaqqan. Taktik his qilgandagi sur'ati hatto 90 km har soatga yetadi. Ammo bu xil surat hargizmi ularning bu joyda hayot qola olishdagi asosiy sabab emas. Ularning bu Sahroyi Kabirdan iborat bu joyda hozirgacha hayot qola olishdagi asosiy sabab dal ularning suv bo'lgan chidamchanligida. Bu xil bo'kan tug'ilishdan toki o'lgicha suv ichmay yashay oladi. Ular asosliq o'zi yeydigan bo'stonliqlardagi yo'pirmoq va o'simlik qatorliqlardan badaniga suv to'liqlab bo'lgandan keyin nurg'un vaqt suv ichmay chiday oladi. 6-si, to'ga. To'gini demasammi bilasizlar. To'ga bo'lsa qumliqqa eng mos keladigan hayvonning birisi. Sahroyi Kabir bo'lsin, mayli taklamakan bo'lsin, to'ga qumliqning asosiy nobisining birisi hisoblanadi. Sahroyi Kabir qumliqi mana mushundaq joy. Uning sirliqligi hargizmo tabiatda olib qolgan ba'zi kuchlarning bo'lganligi emas. Buni faqat insonlar o'zlari sirliqlashtirib yotgan xolos.